Assalomu alaykum. Hormaylar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men hozir bitta Truckstopda to'xtadim, North Carolina shtatida. Shu bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Truckstop kattaligi gipermarketga o'xshaydi mana, hozir oxir ssenariyda ko'rinadi. Mana bu yerda butun traklar uchun xrom, fara, balo, battar hamma narsa bor. Mana podkrilniklar, orqa fara, stop signlar, brizgavik deyiladigan nikel hammasi nikelirovanный mana faralar. Короче, bu shunaqangi katta Truckstopki, любой xohlagan narsani topsang bo'ladi bu yerda. Xohlagan narsani topsang bo'ladi. Hammasi mashina uchun tayyorlangan. Kattaligiga gap yo'q ekan. Mana gitaralargacha bor. Tepada mashinalarni taxlab qo'ygan, mana jiplarni. 3 ta jip turibdi mana, tepaga taxlab qo'ygan. Kiyim-kechak, yeb-ichar, telefon aksessuarlari, matras, yostiq, nima xohlasang bor, nima xohlasang. Mana matraslardan tortib hamma narsa bor. Mana bu yerda traklar uchun poliklar. Qaysi mashinaga bilmadim, lekin original poliklar mana. Horn va onasini ham poyezdnikimi bu? Menimcha poyezdniki-yu. Bitta vang'illasa, ammo yon dotlatorsa kerak. Keyin yana ko'rsatadigan joyim qiziq narsa, mana shu katta do'konning ichida, mana bunaqa trak, rozovый trak bor ekan mana. Bu yana uni plashatkasi aylanadi, trak aylanadi, o'chirib qo'ygan buni. Bu klassik trak bu, klassika, eksponat. Mana bu yerda treyleri bilan qo'yib qo'ygan trakka, Kenworth. Mana bu ham klassika. Amerikani eng zo'r brendidan biri Kenworth. Mana trak treyler bilan kattaligini tasavvur qilinglar bu joy. Mana bu yerda sideniyalar sotadi. Trak uchun sideniyalar, massajli sideniya chiqilib butun udobstvo bor deb bu yerda. Mana har xil. Mana bu sideniyaga chexollarni qishda taqadigan shuba chexollari. Highway hornlar, mana highway hornlar. Tak. Mana bu yerda klassik traklar uchun xilma-xil rullar, chexollar, voy-vo, tanla mana. Har xili bor mana. Bu Petro Truckstop bu. Petro. Eski birinchi chiqqanlardan Truckstoplardan biri. Petro T. Bular совместный bular hammasi. Mana bu podkrilniklar. Asosiy klassik traklar uchun bu yerda hamma narsa. Podkrilniklar har xil, bamperlar mana. Nikelirованный bamperlargacha любой mashinaga qo'yib olasan. Mana bu ham bamper hammasi. Bamper. Mana bu yerda butun xromga tegishli nima deydi? Extinguisher. Глушительlar. Trakka chiqadigan глушительlar. Kattaliklarni qaranglar mana buni. Menimcha bu 3 metrga yaqin. Mana bu balandligi 3 metrga yaqin. Mana har xil, xilma-xili bor mana, xilma-xil. Kattaligini qarang, semizligini qaranglar buni. Dahshat. Truckstop o'ziga kattaligiga yaxshi gap yo'q.
Mana har xil aksessuarlar, mana bamper. Keyin u ichkarida yoqda уже oshxona, kuxnya, yoqda ham mashinalarni taxlab qo'ygan. Mana bu yoqda bolalar uchun o'yinchoqlar har xil. Mana bu yoqda gruzovichok, bizani zilimizga o'xshayotgan, kichikroq qilsa. Dodge firmaniki ekan, Dodge. Bu yoq restoran отдели. Hozir endi yopiq, kechasi 3 banda hozir. Kechasi 3. Xuddan toshlarning ustida ketayotgandek mana eksponat qilib qo'ygan. Bu 50 60-70-yillar menimcha, adashmasam agar. Mana o'qiymiz. 46-yil Dodge ekan. 46-yil. Buni restavratsiya qilib qo'yib qo'yishgan mana. Adashman yiliga. Короче, dahshat, juda katta, juda katta. Bundan yana bittasi bor, undan ham kattasi bor. Bu Iowa Saxon. Iowa Saxon degan truck stop bor. Iowa shtatida u bundan ham katta, agar adashmasam, u 2 qavatli почти. Hamma narsasi bor yerda ham. Ikkita katta truck stop asosiy. Petrotiey. Ayoda truck, bu yoqda truck. Ayoda pikaplar. Mana bu охотничий уголок ekan, охотничий уголок. Kamuflirованный butun kiyim-kechaklar. Aylanaverasan. Так что shunaqa. Iowa Saxonga borib qolsam, yoniga ham bitta reklama qilib yuboraman, xudo xolasa. Kim bo'ldi bu? Balonlarni itarib ketishibdi buni. Ana balonlaring san. Tak что mana shunaqa gaplar. Keyingi uchrashuvgacha sog' bo'lasizlar.